Qoch-ey! Uzra. Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Maktab direktorlaring qayerda? Ichkarida bo'lishlari kerak. Xush kelibsiz, nima xizmat? Opa, eshitdik, yangi filial ochayotgan ekansiz. Biz ham mebelchimiz. Ishlab chiqarish o'zimizdan. Parta, stul, kravat deganlaridek yaxshi narxlarda hamkorlikni taklifi bilan keldim. Nima deysiz? Zo'r, juda ham yaxshi. Faqat bunaqa narsalar bilan mani sherigim shug'ullanadilar-da. Telefon nomerlarini bering, gaplashib olaman. Yo, o'zi shu dedilar. Ha, ana, ishlayotgan ekanlar, hozir kiradilar. Abdurahmon aka, Labbe. mebellar bo'yicha yaxshi narxlarda hamkorlikni taklif qilib kelishibdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz bilan ishlay olmaymiz. Nega? Sababi bor. Farzandingiz bormi? Bop. Qarang, siz bilan ishlay olmaymiz, lekin farzandingizni olib kelsangiz o'qitib beramiz. Tarbiyali, farosatli odam bo'ladi. Hech bo'lmaganda sizga o'xshab qolmaydi. Tushunmadim. Tushundingiz. Charchamang.